Bir xil paytlar hoy yetmaganmi, hansirashdanmi, hushdan ketay degan holatlar bo'laydi-da. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan Xidirova Dilafruzman. O'g'lim Ishqobilov Bilolbek hozirda 7 yosh, 2018-yil 22-avgustda tug'ilgan. Biza buni kasalligini roddomda o'sha payt vrachlar aytishgan. Yuragida paragi bor, nuqson bilan tug'ildi deb. Keyin biza buni o'zimiz Qarshi shahrida Zaynabga tekshirtirganimizda haqiqatan ham shunday ekan. Keyin doktorlar nazoratida turdi. Borib tekshirtirib turdik. Farzandimda tirnoqlarida, lablarida ko'karib, keyin tez-tez hansirab yo'talib turardi. Tez-tez charchash holatlari bo'lardi. Hansirab nima qilgani uchun endi operatsiya qildirishimiz kerak edi. Endi mablag'ini eshitgandan keyin ozgina o'ylanib qoldik. Unaqa mablag' yo'q edi bizlarda. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondiga ariza bilan murojaat qildik. Ular arizamizni tinglashdi va qabul qilishdi. Kutmagandik bunaqa nima, endi ikkilanish bilan ariza yozganmiz. Tezda bitkazib berishdi. Juda xursand bo'ldik. Birinchi operatsiyasini qilib berishdi. Birinchi operatsiyadan keyin yaxshi tomonga o'zgardi bolam. Endi oradan ozguncha payt o'tib, mana ikkinchi operatsiyasini ham o'tkazib berishdi. Bolamning operatsiyasi Sinop professional medikal markazida operatsiya bo'ldi mana. Rahmat aytamiz. Bolam kundan-kun sog'ayib boryapti. Mana hozirda holati yaxshi. Operatsiyadan keyin o'zi shunaqa holat kuzatiladi. Intubatsiya narkozdan keyin yo'tal bo'ladi 2-3 kunda. Xo'p, bizada bemor Ishqobilov Bilolbek, 7 yoshli bemorimiz, tetradofallo diagnozi bilan kelganlar. Bularda mejarterialniy anastomoz operatsiyasi, birinchi etap palliativ operatsiyasi bo'lgan. Bizda radikalniy operatsiyaga ko'rsatma bor edi, tayyorlab MCKT ko'rsatkichlarini qarab bularni radikal operatsiyasini o'tkazdik. Xudo xolasa, operatsiyadan keyingi holatlar ancha yaxshi. Eho ko'rsatkichlarini o'lchaganimizda ham yuragi to'laqonli sog'lom bo'lgan. Operatsiyamiz juda muvaffaqiyatli o'tdi. Operatsiyadan keyingi davo choralari ketyapti. Xudo xolasa, yaqin kunlarda bemorni uyga javob beramiz. Bemorning uydagilari ham, o'zi ham holati ancha yaxshi va minnatdor bizdan. Mirabror Usmonov nomidagi xalqaro xayriya fondi ham juda ham katta yordam ko'rsatib kelyapti. Hamkorligimiz davomiy bo'lsin. Ularning ham xodimlariga juda ham va administratsiyaga hammasiga kattakon rahmat aytamiz. Xalqimizga, muhtoj oilalarga juda ham ko'p foydaliga tegishyapti. Bunaqa hamkorligimiz davomiy bo'lsin.